Bugungi kunda prezidentimiz tomonidan mahallalarga, ularda istiqomat qilayotgan aholiga barcha sharoitlar va qulayliklar yaratib berilmoqda. Bundan samarali foydalanayotgan mahallalarning aholisi barcha jabhalarda daromad keltiradigan ishlarda mehnat qilib, munosib turmush kechirishyapti. Bu borada viloyatimiz, xususan Yakkabog' tumanining mahallalarida ham havas qilsa arziydigan ishlar amalga oshirilyapti. Tumanda 63 ta mahalla fuqarolar yig'ini bor. Ularning barchasida ham aholining daromad topib, munosib turmush kechirishiga yetarli sharoitlar yaratilgan. Masalan, Qo'shchinor mahallasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda aholiga nimaiki zarur bo'lsa, barcha imkoniyatlar va sharoitlar yaratilgan. Mahallada aholining ichimlik suviga bo'lgan talabi to'liq qondirilib, har bir xonadonga vodoprovod suvi uzluksiz berilmoqda. Ko'chalar asfalt qilingan, madaniy-maishiy inshootlar, savdo do'konlari aholi xizmatida. Mahallaning drayveri chorvachilik va sabzavotchilikdan iborat. Mahalla fuqarosi Jumanazar Premium hovlisida parranda boqadi. Hovli chetiga ismaloq ham ekilgan. U kishi oilasi bilan hovlisida issiqxona tashkil etgan. Bu yerda 7 xil sabzavot mahsulotlari yetishtirilyapti. Ularni ko'rgan ko'z quvnaydi. Endi issiqxonada mana shu ko'rib turganingizdek zelinlar bor, redskalar va sabzi qo'yib qulupnaylar bor bu tomonlarda. Pomidor ko'chat, bodring ko'chat hammasi. Shu yilda nimasiga hamsiya xalq deymiz, bozor deymiz, shu tirikchilikda. Bu yil ikkinchi yilda, yil hisobiga ikkinchi yil. O'tgan yili u tomonda edi, bu yoqqa o'tkazdik, nima qildik? Endi bu yerga hozir boshqacha endi. Issiqxonani daromadini sezyapsizmi? Sezsa bo'ladi, sezilarli bor yerda. Endi bundan buyog'iga takomillashtirib boramiz, kengaytiramiz. Endi mana hozir 1,5 sotik bo'lsa, bu yerda yana bitta qolsa 2 sotik bo'ladi, 3 sotik bo'ladi. Shundayda. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoit yaratib qo'yibdi. Hamma yoshlar uchun ham, qarilar uchun ham. Hozir zo'r. Oldin endi Toshkent o'qishib yuraydik, kolyaska suralamidik. Mana endi kolyaska surib, chivarani surib yuribman. Yoshlarimiz baraka topsin, umri ko'p bo'lsin. Hammasi chopdi. Mana shuni dadasi ham bila chopdi shu yo'lga. Optim byudjet deb. Optim byudjetni bolasi deyman buni. Tomorqasida 18 sotiq yer maydoni bor. U mo'jazgina issiqxonasida turli xil gul ko'chatlarini ekib qo'ygan. Tomorqasida sabzavotlarni ekish uchun yerlarni mayin qilib ag'daryapti. Tomorqamga chesnak, piyoz, ko'kat, gullar, biyda ham bor. O'zingizni ehtiyojingizni qondiradimi bu? Qondiradi. Ortganni nima qilasiz? Ortganni sotaman. Mahallada ko'pchilik xotin-qizlarning ish bilan bandligi ta'minlangan. Ularning ko'pchiligi tikuvchilik bilan band. Ular asosan erkaklarning zamonaviy ko'ylaklarini tikishadi. Ularning tikkan ko'ylaklarining sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi uchun ichki bozorga sotilyapti. Hattoki xorijga ham eksport qilinmoqda. Bu yerda xotin-qizlar eng zamonaviy mashinkalarda ishlashyapti. Ana shulardan biri Gulzoda Doniyorovadir. Javohir tekstil tikuv sexida 5 yildan beri ishlayman. Asosan qanaqa kiyimlar? Asosan erkaklarni ko'ylaklarini tikamiz. Bu ko'ylaklarimiz shu ichki bozorga, tashqi bozorga sotiladi, keyin eksport ham qilinadi. Sharoitlar qanday endi bu yerda? Sharoit yaxshi. Tikish mashinalarimizning hammasi yangi, zamonaviy mashinalar. Ishlarimizdan xursandmiz, yaxshi, hamma sharoitlarimiz bor. Mahalla xotin-qizlar faoli xotin-qizlarga subsidiyalar, imtiyozli kreditlar olishda amaliy yordam berib kelyapti. Bu yerda bizlarda bironta ham ishsiz xotin-qizlarimiz yo'q. Chunki xotin-qizlarimiz ko'pchiligi mana hozir Javohir tekstil korxonamizda tikuv ishlari bilan olib boriladi. Bu yerda opalarimiz dazmollash, asosan tikuvchilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni erkaklar kiyimni ishlab chiqarishadi. Qolgan xotin-qizlarimiz parrandachilik, chorvachilik, issiqxonalar tashkil qilib ishlashib kelishadi. Bundan keyin yana xotin-qizlarimiz ko'pchiligi bizda xususiy bog'chalarimiz bor. Bog'chalarimizda bolalar tarbiyachisi bo'lib ishlaydi, bolalar tarbiyalaydi, maktablarga chiqishiga ko'maklashib kelishadi. Bu ish bilan qiziqqan xotin-qizlarimizni avvalambor kasb-hunarga o'qitib,
subsidiyalar tashkil qilib kelyapmiz. Xotin-qizlarimiz kasblarga o'qitilib, imtiyozli kreditlar bilan ta'minlanib kelishyapti. Biz bu ishlarni yanada mukammalroq davom ettirib, kengaytirish niyatidamiz. Mahallada aholining munosib turmush kechirib, daromad topishlarida oqsoqollar va nuroniylarning ham ulushi katta. Ular yoshlarga maslahatlar beradilar. Birinchi o'rinda toza suvimiz mana qilindi. Undan keyin mana to'liq qishloqimiz suv bilan ta'minlandi hozir. Hammasi ishlayapti. Ichimlik suvlari ta'minlangan. Undan keyin mana open budjet boshlanuvdi. Mana 24-yilda 12 kilometr asfaltni yutib olganmiz. Respublikada birinchi o'rinda oldik. Mana G'urjoq qishlog'i 24-yil. To'liq mana asfalt bo'lgan hamma joyimiz. Kaftdek tekis ekan. Kaftdek tekis mana kam joylarini o'zimiz beton bilan tekislaganmiz. Hamma joyimiz shunaqa hozir. Ana endi hozir 25 ga yana 12 kilometr open budjetga qo'yildik. Boshlandi. Hozir jarayon ketyapti. Biz hech qanday to'xtash yo'q. Mana shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga rahmat. So'z yuritayotgan Qo'shchinor mahallasida aholi soni 6684 nafarni tashkil etadi. 1224 ta xo'jalikda 1444 ta oila bor. Mahallada qo'lidan ish keladigan fuqarolarning barchasi ish bilan band. Yurtboshimiz tomonidan hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Chunki tomorqa masalasi bo'yicha juda qattiq ish olib boryapmiz. Chunki mana ogohlantirish xatlari tarqatildi aholiga. Chunki bizlarni aholimiz joylashgan joy mana mahallamiz drayveri mana chorvachilik va meva sabzavotchilik. Mana o'zlariz ham guvohi bo'ldilar. Bir necha xonadonlarni ko'rib chiqdik. Xudoga shukrki, uyaltiradigan joyimiz yo'q. Sababi hattoki qulupnay deysizmi, mana chisnok, piyoz, rediskalar mana tayyor bo'lib qolgan, hadmay bozorga chiqarishadi. Chiqib bunday aytganda Qo'shchinor mahalla fuqarolar yig'inida ishsiz degan narsaning o'zi yo'q. Chunki shunga qarshi kurash olib boryapmiz bizlar. Chunki mana 7 lik bilan birgalikda. Hozir mana shu kechagimizda 8 lik bo'ldik. Bank xodimi ham qo'shilgan bizlarga. Hamma shart-sharoitlar bor mana. Masalan, aholi Xudoga shukr tinchligimizni bersin, aholi xalqimiz milladar. Nimadan milladar? Masalan, mana shu yurtboshimizni yaratib bergan sharoitlaridan, mana hozir mana shu ko'chada turibmiz. Hech qanaqa bir xonadonlarda kamchilik yo'q. Mana ko'chalarni ko'ryapsizlar. Hamma joy asfalt. Buni open budjetda yutib olgandan keyin pudratchilar tomonidan asosan asfaltlashtiriladi. Chunki ular ham tenderda yutib olishadi-da, buni nazoratiga asosan mana turgan mahallani, turgan qishlog'imizda 10 ta oqsoqol bor. Bitta bosh kamitr 9 ta ko'cha boshi va uning yonidagi open budjetda tashabbuskorlar bor. Mana shu asfalt quyilish jarayonida bu odamlar uxlamadi kechasi bilan. Sababi boshida tikka turib, tong otguncha asfalt qo'ydirishdi. Shuni hisobidan yutug'imiz shundan deb o'ylayman. Lekin yana bir tomoni birlik bor. Bir yoqadan bosh chiqarish bor bizlarda. Men qoyil qoldim. Mana hozir shu kechagi kunduzda open budjet ketyapti. Start berildi, xabarlaringiz bor. Mana shunga ham xudo xolasa respublikada shu ikkita loyihani yutib birinchi o'rinni olmoqchi bo'lyapman. Qo'rg'oq qishlog'i. Shuning uchun endi shu fursatdan foydalanib yoshlarga, ko'kabosh oqsoqollarga, mahalla faollariga kuch-quvvat tilayman. 2024-yilda mana shu xalqimiz 1150 ta abonent hisobidan 1 milliarddan oshiq soliq to'laydi. Mulk solig'i, yer solig'i. Bu 10% mahallaning o'ziga qolishi kerak edi. To'lagan solig'idan. Haqiqatan shu narsa amalga oshdi. Endi qisman yana mablag'imiz bor, boshqarmada turibdi. 2024 dan qolgan summamiz turibdi. Qisman kamida bir 30 ta beton stolbalarni olib kelib turib, ko'chalarni olib kelib o'rnatib, kerak bo'lsa liniyalar tortib berdik. Bu aholining o'zini to'lagan solig'ining 10% hisobidan bo'lyapti. Odamlar milladar. Hozir yana qisman bir 25 ta stolbaga to'lov amalga oshirib qo'yibmiz. Uni ham olib kelamizda, keyin 3 ta qishloqqa bo'lamiz. Qo'shchinor mahallasi yo'llarini asfalt qilish borasida o'tgan yillarda open budjetdan mablag' yutib olib, respublikamizda birinchi o'rinni egalladi. Shuning hisobidan mahallada 22 kilometr yo'l kaftdek asfalt qilingan. Bunga o'xshagan xayrli ishlar mahallada davom etyapti.